Bismillahirrohmanirrohim. Senga nasihatlarim ey toliba ilm. Doktor Akram Abdulvahhab Musili. Quyida toliba ilmning hidoyat yo'lining avvalgi pallalarida e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihatlar haqida suhbatlashamiz. Ilm talab qilishga ilk qadam qo'yganida ixlos ziynati bilan ziynatlanmog'i lozim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday degan: Holbuki ular faqat Allohgagina ibodat qilishga, uning dinigagina ixlos qilishga buyurilgan edilar. Bayyina surasi 5-oyat. Riyo esa bu talabni buzuvchi narsa hisoblanadi. Alloh taolo hadisi qudusiyda quyidagicha marhamat qilgan: Men sheriklarning shirkidan eng behojatiman. Kim biror amal qilib, unda menga o'zgani sherik qilsa, o'zini ham, shirkini ham tark qilaman. Shuning uchun muhaddislar o'zlarining hadis kitoblarining avvalida birinchi bo'lib ushbu hadisni keltirishgan. Albatta, amallar niyatlarga bog'liqdir. Toliba ilm o'zining bu yo'lida sabr jilovini mahkam tutmog'i lozim. Chunki yo'l uzoq. Unga sabrsiz yetib bo'lmaydi. Tolibi ilmlar bu yo'lda o'zlarini qanday qurbon qilganlari, sabrlari, ustozlari eshigi tagiga yotib olganliklari, ustozlaridagi yaxshiliklarga yetishish uchun ko'plab mashaqqatlarni bosib o'tganliklari haqida ko'plab rivoyat va xabarlar eshitganmiz. Chunki ana shunday olingan ilm bilangina Haq taologa yetishish mumkin. Ilm talab qilishni boshlagan avvalo kundalik hojati tushadigan ilmlarni o'rganishi kerak. Birinchi bo'lib aqidasini to'g'rilashi, so'ng fiqh ilmi va uning masalalariga jiddiy kirishishi kerak. Chunki u talabaga kechasi-yu kunduzida, kelish-yu ketishida foyda keltiradi. Talabalar orasida Sharofiddin nomi bilan mashhur bo'lgan Alloma Umriytiyning 2 bayti mashhur bo'lgan: Ilm tahsilida umr o'tar. Sen eng muhimidan boshla. Eng muhimi senga fiqh bo'lar, barcha holatlarida senga yo'liqar. Toliba ilm o'z safarida barcha mashaqqatlarini kechib o'tishi, to'siqlarni yengib o'tishi kerak. Shuning uchun hakimlar sen ilmga barcha narsangni ber, u senga ba'zisini beradi deyishgan. Chunki ilm va ma'rifatni faqat shu yo'l bilangina hosil qilish mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh ilmga bor vaqtini ajratish haqida shunday deganlar: Agar meni piyoz sotishga mas'ul qilib qo'yishganda, birorta ham masalani tushunmagan bo'lar edim. Talaba barcha ishda ustozini muqaddam qo'yishi, hurmatini o'z o'rniga qo'yishi kerak. Chunki talaba ustozini hurmat qilsagina undan biror manfaat olishi mumkin. Batahqiq talabalarni ustozlarini hurmat qilishga undovchi juda ham ko'p rivoyatlar vorid bo'lgan. Ulardan Imom Shofiy rahmatullohi alayh qilgan rivoyatni keltiramiz. Men ustozim Molik ibn Anasning haybatlarini his qilib, oldilarida u zotga xalaqit bermasligim uchun kitobni juda ohistalik bilan varaqlar edim. Bunga o'xshagan rivoyatlar juda ko'p. Bizga ibrat uchun Musa alayhisalom Hazrat Xizr alayhisalomga qanday hurmat ko'rsatganliklari kifoya qiladi. Bu haqida Nabiy sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Albatta, ilm ta'lim olish bilan, halimlik, yumshoqlik bilan bo'ladi. Mana shu sahobalar roziyallohu anhumlarning va ulardan ta'lim olgan tobein rahmatullohi alayhimlarning odatlaridir. U hozirgi asrimizgacha shunday davom etib kelmoqda. Shoir o'z she'rida shunday degan: Kim ilmni o'rgansa ustozidan yuzma-yuz, adashish va toyilishni ko'rmaydi hanuz. Kim ilmni o'rgansa kitoblardan yolg'iz, uning o'rganganlari sarobdek foydasiz. Manfaat olishi va ilmiy yuksalishiga sabab bo'ladigan shariat kitoblarini haddan ziyod ehtirom qilsin va shariat ishlarini ulug'lasin. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday degan: Gap shudur. Yana kimki Allohning shiorlarini ulug' deb bilsa, bas, albatta bu qalblarning taqvosidandir. Agar darsga bormoqchi bo'lsa,
Avvalo darsga borishdan oldin mavzuni o'zi o'qib chiqishi, so'ng ustozining huzurida tushunishga harakat qilishi kerak. Tushunmaganlarini ustozidan so'rab olishi uchun uning huzurida ikkinchi marotaba o'qib berishi kerak. Mana shu birinchi va ikkinchi marotaba o'qishligi qushning ikki qanotiga o'xshaydi. Ularsiz qush hech qayerga ucha olmaydi. Talaba o'z mulohazalarini yozish uchun yonida doimo daftari bo'lishi kerak. Talaba faqatgina ustozi tavsiya qilgan kitoblarni o'qib o'rganishi kerak. Chunki talaba tabibning huzuridagi bemorga o'xshaydi. Shuningdek, u ilmni hosil qilishga shoshilmasligi kerak. Chunki qalbga o'rnashgan oz ilm qalbdan qochgan ko'p ilmdan yaxshiroqdir. Ustozi tavsiya qilgan ba'zi matn kitoblarini yodlashga kuchi yetsa, yodlashi kerak. Chunki oldingi ulamolar ilm o'rganishni boshlagan tolibi ilmga ilm manbaingni matnlar bilan mustahkamla deyishgan. Talabaning turli ustozlardan dars olishiga hech qanday qarshilik yo'q. Chunki u ustozlarning har birini mutaxassisligidan manfaat oladi. Lekin buni maslahatlashib, talaba o'z qobiliyati yetadigan darajada qilishi kerak. Talaba o'rgangan narsalarni takror qilishi kerak. Ayniqsa, ilmni endi boshlaganlar. Shuning uchun hakimlar o'qish bir, takror esa ming deyishgan. Talaba hamisha tavozeli va muloyim bo'lishi kerak. Imkoni boricha darsni hurmat qilib, unga xizmat qilishi bilan birga o'z ilmini kam deb sanishi kerak. Mana shu yo'l orqali uning martabasi va ilmi yuksaladi. Agar Alloh taolo unga fazl ko'rsatib, ilm eshiklarini ochsa, qolgan sheriklarga nisbatan o'zini ustun qo'ymasligi kerak. Bilib qo'ysinki, har bir ilm egasining ustida undan ham ilmliroq zot bor.